Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana Instagram obunachimiz Kemot kolonkalar remontga olib kelgan ekanlar. Buni bugun biz remont qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'sh, buni holati bilan tanishtirib chiqadigan bo'lsam, bu yerda almashadigan narsalari mana bu o'ynaydigan simlar almashadi. Birinchi galda mana bu shalkalar qotiriladi. Eng asosiy muammo sentrovkalardan bittasi bu ham. Mana shu rama ozgina qiyshagan nisbatiga sentrovka chiqmasligi mumkin. Mana shu ramalarni tekislab, sentrovkalarni chiqadigan qilib beramiz. Mana pastiga tekisal ham yangish tekislik qilib qo'yib beramiz. Simlar ham almashadi bu yerda ham. Bu filtrlarni tekshirib, ishlaydigan bo'lsa qoldirib, ishlamaydigan bo'lsa buni ham video davomida almashtirish mumkin. Xo'sh, buni ham bu ikkinchi parasida ham xuddi shu holat. Sim ketgan. Icham g'irchilab o'tgan ekan, temir zarralar to'lgan nisbatiga. Bu yerda ham xuddi shu ish ketadi. Ikkinchi parasi. Video davomida ko'rib